Fuqarolar yig'ini raisi saylovi bo'yicha o'tkaziladigan fuqarolar yig'iniga ishchi guruhning rahbari raislik qiladi. Fuqarolar yig'ini kun tartibiga qoida tariqasida quyidagi masalalar kiritiladi. Sanoq komissiyasini saylash, fuqarolar yig'ini raisini saylash. Yig'ilishda ish reglamenti, yig'ilishini olib borish tartibi belgilanadi. Kamida 3 kishidan iborat tarkibda sanoq komissiyasi hamda komissiya raisi saylanadi. Yig'ilish raisi nomzodlarni e'lon qiladi va alifbo tartibida nomzodlarning har biriga so'z beradi. Nomzodlar o'z dasturiy ma'ruzalari bilan so'zga chiqadi. Savol-javoblardan so'ng sanoq komissiyasi tomonidan vakolatli vakillarga saylov byulletenlari beriladi. Har bir byulletenning orqa tomoniga ishchi guruh rahbari va bir nafar a'zosining, shuningdek, fuqarolar yig'iniga biriktirilgan tuman ko'maklashuvchi komissiyasi a'zosining imzosi hamda fuqarolar yig'inining muhri qo'yilgan bo'lishi lozim. Fuqarolar yig'ini raisini saylash yashirin ovoz berish orqali amalga oshiriladi. Byulleten ovoz beruvchi tomonidan yashirin ovoz berish kabinasida yoki xonasida to'ldiriladi. Ovoz beruvchi byulletenning o'ng tomonida o'zi yoqlab ovoz berayotgan nomzodning familiyasi qarshida joylashgan bo'sh katakka plus yoxud X belgisini qo'yadi va byulletenni saylov qutisiga tashlaydi. Ovoz berish tugagandan keyin sanoq komissiyasi tomonidan saylov qutilari ochiladi va fuqarolar yig'ini raisi lavozimiga har bir nomzod bo'yicha sanab chiqiladi. Ovozlarni sanash natijalari bo'yicha sanoq komissiyasi tomonidan bayonnoma tuziladi hamda komissiya raisi va a'zolari tomonidan imzolanadi. Sanoq komissiyasining bayonnomasi sanoq komissiyasining raisi tomonidan o'qib eshittiriladi va fuqarolar yig'ini tomonidan tasdiqlanadi. Saylov yakunlari bo'yicha fuqarolar yig'inining qarori qabul qilinadi hamda raislik qiluvchi tomonidan o'qib eshittiriladi. Fuqarolar yig'ini bayonnomasi 2 nusxada tuzilib, bir nusxasi saylov yakunlarini umumlashtirish uchun tegishli tuman va shahar komissiyasiga taqdim etiladi.